Har birimizda kuniga 24 soat bor va ularning taxminan 8 soatini uyquga sarflaydigan bo'lsak, qolgan 16 soatini kunduzgi faoliyatimiz, ya'ni ish, o'qish, ovqatlanish, oila va uy-ro'zg'or ishlari uchun ketadi. Ammo afsuski, bugungi kunda ko'pchiligimiz ushbu cheklangan erkin vaqtimizni kichik ekran, smartfonlardagi keraksiz videolar, yangiliklar va ijtimoiy tarmoqlar bilan sarflab yuboryapmiz. Va ba'zida o'sha 8 soatlik uyqumizni vaqtidan ham o'g'irlashimizga to'g'ri kelyapti. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'rtacha odam kuniga 4 soat 37 daqiqasini telefonga qaragan holda o'tkazadi. Yoki internetga ulangan har qanday ekran oldida umumiy hisobda 6 soat 38 daqiqa o'tkazadi. Ya'ni uyg'oq vaqtimizning taxminan 40%ni ekran ortida o'tkazyapmiz. Ushbu raqamlar har bir kishi uchun shok bo'lishi mumkin, lekin siz mana shu hayotda yashayapsiz. Demak, kundalik 6 soatdan ortiq vaqtimizni telefon yoki televizorga qarashga sarflayapmiz. Bu esa hayotning eng qimmat resursi. Vaqtimizni jiddiy behuda ishlatishimiz demakdir. Ijtimoiy tarmoqlarda bizga kimning qayerga ketganligi, kim qayerda ekanligi, kim kimga uylanganligi, nima sababdan ajrashganligi, mashhur futbolchining haftasiga necha pul topishi, uning avtoparkida nechta mashinasi borligi, bir kishi to'yiga qaysi artistlar kelganligi bizga umuman qiziq bo'lmasligi kerak. Sizlarning vaqtlaringiz ham yorug'lik tezligi kabi juda tez o'tib ketyaptimi? Zotan biz hozirgi kunda istagan xabarimizni istagan yerga bir necha soniyalarda yetkazishimiz mumkin. Bormoqchi bo'lgan manzilimizga bir necha soatda yetib olamiz. Tarixda esa buyuk allomalar erishgan natijalarni barchamizga ulkan ibrat bo'la oladi. Zero ularning zamonida na telefon, na internet va na tez yurar transportlar bor edi. Lekin ular tanlagan sohasida bebaho natijalarga erishgan. Masalan, hadis ilmining sultoni Imom Buxoriyni olsak, 40 yil mobaynida butun musulmon dunyosini kezib, taxminan 600 ming hadis to'plagan. Shundan faqat eng ishonchli 7000 dan ziyod hadisni o'zining Sahih al-Buxoriy asariga kiritgan. Buxoriy bu katta ishni ado etishda har bir hadisni yozishdan avval tahorat olib 2 rakat namoz o'qigan. Imom Abu Hanifa, Abdulloh ibn Muborak, G'azzoliy ularning hayotlarini o'rganib chiqadigan bo'lsak, bu ro'yxatni soatlab gapirib berishimiz mumkin. Ammo vaqtimiz cheklangan. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, ulug' zotlarimizning bugungi bizga mavjud barcha qulayliklar bo'lmaganiga qaramay, ular bizdan chandon afzal bo'lishgan. Bugungi kunda biz erta tongda hali to'liq uyg'onmay turib Reels ko'ramiz. Avtobus kutayotganda, kafedagi tanaffusda yoki ofisda yoki maktabdagi tanaffus paytida ham bir zumda kichik ekranga bo'ysunamiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, oddiy odam uyqudan uyg'ongach, kun davomida telefonini o'rtacha 58 marotaba tekshiradi. Ya'ni atrofga boqib, borliqdan lazzat olishimiz mumkin bo'lgan bo'sh daqiqalarimizni telefonga ketkazamiz. Ertalab turishdan tortib, kechqurun yotgunimizgacha har qanday oraliqda biz ko'pincha bu illatni chekina olmaymiz. Vaqtni behuda o'tkazmaslik uchun dastlab o'zingiz bilan kichik eksperiment o'tkazib ko'ring. Masalan, bir hafta davomida kundalik hayotingizga ijtimoiy tarmoqlardan to'liq voz keching yoki ulardan foydalanishda keskin cheklang. Ana shunda hayotingizda o'zgarishlarga guvoh bo'lasiz. Sizda na bezovtalik, na depressiya va na yolg'izlik hissi seziladi. Hayotingizga bo'lgan ishonchingiz esa ortadi. Atrofga boqing, qushlar ovoziga e'tibor bering, chuqur nafas oling va nuhs qiling. Ota-onangiz, ahli ayolingiz, farzandlaringiz bilan suhbatlashing, chunki vaqt degan hayot qonuni sizni quvib kelyapti va u sizga yetib olsa, afsus chekishga ham fursat bo'lmaydi. Ko'zimizni ochaylik. Bu umr bizga bir marotaba beriladi va ana o'sha umr, ya'ni vaqt qo'lingizda naqd turibdi. Qilishingiz kerak bo'lgan ishlar va zimmangizdagi vazifalar talaygina. O'rganishingiz kerak bo'lgan ilmlar, o'qishingiz kerak bo'lgan kitob va berilishingiz kerak bo'lgan ta'lim talaygina. Ko'zingizni oching. Assalomu alaykum va rahmatulloh.